Assalomu alaykum, qadrli obunachilar va kanalimiz kuzatuvchilari. Barchangizga yaxshi kayfiyat va kuningiz xayrli, mazmunli o'tishini tilagan holatda Avtoblog o'z faoliyatini boshladi. Do'stlar, bugun lokatsiyamiz bo'yicha yana Namangan mashina bozoridamiz. 28-sentyabr kuniga sizlar so'ragan va qolaversa yana bir boshqa saralangan yaxshi mashinalarni narx-navosini bugun qisqacha sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Eng avvalo do'stlar, har doimgi so'raydigan joyimiz like bosing, kanalga obuna bo'ling, do'stlarga ulashing, kommentariy yozing. Bu bizga qiziq do'stlar. Gapni ko'p cho'zib o'tmayman. Qolganini o'sha video davomida gaplashaveraman. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilayman, maroqli hordiq tilaymiz. Wheels spinning on the blacktop night, neon signs in the city lights. Do'stlar, bilaman, juda ko'pchiliklar aynan shu Malibu 1 mashinasini ish qilib olasizlar. Bilaman, ko'pchilik so'raysizlar. Malibu 1dan ham ko'rsating, chiqaring deysizlar. Xudo xolasa, aynan bugungi videolarimiz Malibulardan ham bo'ladi. 2012-yil mashina. Xo'p, 289 ming yurgani. Mashina metanda ham va benzinda ham. Do'stlar, pulini aytaman, 12 ming deyapti egalari. 5 ming puli borga 5-6 oyga chiroyli qilib murosa qilib beramiz deb shu o'rinda ko'rsatib o'taylik. Yon shopir tomonidan karnizda yengil kraskasi bor ekan. Mashinani yosh katta emas egalarining dadalari, yosh katta opodamiz haydashgan ekan. O'zi mashina holati ham aytib turibdi. Yaxshi holatda unaqa tak mashinada hech qanaqa bir chizilgan, qirilgan kamchilik yerini ko'rganim yo'q. Ma'lumotini aytdik, menimcha to'g'ri bo'ldi. Hamma yo'g'ini aytdik. Telefon raqamini aytamiz endi. 94lik. 94lik. 907 27 11. 907 27 11. Hop, nimalarni ham aytdim. Barterlar, barter bormi yo'qmi? Spark Nexia chiqdi. Do'stlar, barter bor ekan, Spark Nexia 3 mashina bilan chiqaramiz. Do'stim, kimdan aka? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Qalaysiz? Yaxshimi? Charchamayapsiz? Hop, do'stlar, navbatdagi Malibu 1 mexanikada ma'lumotini mana akani o'zlaridan, egalaridan so'raymiz. Hop, yili aka 2012 ikkinchi paysi 2012 ikkinchi paysi. ikkita petnosi bor. Ikkita petnos bor. Yurgani qanaqa bo'ladi? 260 ming, qolgani toza. 260 ming, ikkita petnosni aytdingiz. Mashinani benzinda, gazda, Metan gazi bor. ikkalasida ham yuraveradi. Gazi bor. Xo'p, narxi Narxi 10,5 ming. 10,5 ming. Kami bor. Kami bor. Tak, buni barter, halol nasiya to'lov turlari bormi? Bir oyga bor. Bir oyga qancha puli bor bilan chiqsa bo'ladi? 56 ming pul borga bir oy qo'yib beraman. 56 ming pul bor bilan. Barterga kelishadi. Devo bo'lsa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, telefon raqami aka? 88lik 828 8877. 828 88 88 77 do'stlar. Xo'p, qolgan ma'lumotlarni to'liq berishga harakat qildik. Telefon raqami bo'ldi. Samый главный narxi. Mexanika oxlaydigan do'stlarimizga ham mana qulay narxdagi, ikkinchi pozitsiya deyapmiz. Ko'ring mana. Buni lyukli varianti bo'lyapti. Do'stlar, aytib o'tay shu o'rinda ikkinchi pozitsiya mexanika lyukli versiyasi. Tak, stanoy svetdagi Malibu 1 lyukli ikkinchi pozitsiyada bo'lyapti. Ma'lumotni 2 lyukli. Ma'lumotni beraveramiz aka. Yili 2012-yil 191 ming yurgan. Stanoy svet bitta oldi qanotida kraska bor chiqib yon tomondan. oldida metan propan 90 litrli gaz baloni bor, pakelari. O'zini o'sha diska bo'linda. Qancha yurdi dedingiz? Motor hado korpusi 191 ming. 191 ming yurdi dedingiz. Tak, propanni ham aytdingiz. Narxi qanaqa? Narxi noka 11800 dan o'zgani tushib beramiz. 11800 dan o'tib beradigan joylari bor. Keyin buni barter, halol nasiya to'lov turlari qanaqa bo'ladi? Bormi yo'qmi sizga? Yo'q, naqd bo'lsa. Faqat naqdga? 1-2 ming yetmasa murosa qilamiz. Murosa qilib kelishi, tushunarli. O'zlar bilan, egalar bilan murosa qilib o'xshab qolsa, yo'lda qilib berar ekansizlar. Telefon raqami aka? 91lik. 91lik 182 182 42 48. 42 48. Do'stlar, telefon raqamini qoldiryapmiz. Agar biz tomonidan so'ralmay qolgan
ayrim kamchilik bo'lsa egalari bilan gaplashishinglar mumkin. Xo'p, do'stlar, shu yerda yana bitta qiziq, shaxsan o'zimga ham Malibu bir juda qiziq. Kimdadir bor, biladi qanaqa xususiyatlarini, kimgadir qiziq. Baribir bu ko'pchilik O'zbekistonda, men bu to'g'risini aytaman, Malibu birga qiziqadigan tomoshabinlar ko'proq. Uni qulayliklar haqida kommentariyada yozib o'ting. Misol uchun biz bilmagan jihatlar bo'lishi mumkin. Bilganingizni, bilmaganingizni o'rtoqlashing, boshqalarga manfaatli bo'ladi do'stlar. Marhamat, kommentariyada kutamiz. Ana. Aka, rahmat sizga va do'stlar, Stanoy Svetdagi Malibu 1 avtomat 3-pozitsiya ekan, o'zlaridan to'liq informatsiya olamiz aka. 2012-yil 3-pozitsiya, to'rtta baloni yangi, motorligicha bosib qo'yilgan, moy yemaydi, rasvoti yo'q. Minishga tayyor. Xo'p, yurgani qana bo'ladi? 249 ming probeg. 249 ming halol probegida. Halol probeg. Xo'p, do'stlar, yana shu o'rinda aytib o'tish kerak, ma'lumot yetkazuvchi biz, xudo xolasa, kelib, xohlagan ustalarga kraskasinimi, o'sha probeginimi tekshirtirib, bemalol ustida sanashinglar mumkin. Xo'p, probegi bo'ldi. Narxi qanaqa bo'ldi aka? Narxi 11,5 kelishtirib beramiz. 11,5 kelishadigan joylar bor. Keyin buni haligi halol nasiya, barter bormi? 5 ming puli borga kelishaveramiz 1 yilgacha. Ha, 5 ming puli bor bilan, asosda. yarimi bilan bo'lyapti. 1 yilga. Do'stlar, 1 yil u qarang, yaxshi vaqt demoqchiman. Bemalol xudo xolasa qolganini uzib oladigan sharoitda. Narxini kelishamiz o'zaro. Narxini ham murosa qilib kelishib, yana kamiga 12 oy, 1 yil muddat qilib beramiz deyapti do'stlar. Faqat chiroyli murosa qilinsa deyilyapti. Xo'p, mashina ko'rinishi juda ham yaxshi holatda, nima deydi? Juda ham zo'r ko'rinishda turibdi do'stlar. Xullas, hop, keyin buni benzinini aytdik-ku, benzin 4-pokoleniya metan gazi bor, to'rtta baloni yangi, To'rtta minishga balon tayyor. tayyor holatda. Telefon raqami qolyapti. 93lik 93lik 188 188 70 00. 70 00. Do'stlar, telefon raqamlari qoldirdik. Egalarini o'zlari bilan ham telefonlashib, biz tomonidan so'ralmay qolgan ma'lumotlarni o'zlari bilan gaplashishlar mumkin. Xo'p, haqiqatan 249,262 kilometr ko'rsatyapti mashina tablosida. Mashina haqiqatan full komfort do'stlar. Oshcha tarifi yo'q. Bilganlar yozib qolding kommentariyaga. Bu boshqalar uchun ham qiziq. Bo'ldi, ko'rsataveramiz. Hop, do'stlar, Captiva so'raydigan obunachilarimiz bor. Captiva 2, qolgan ma'lumotni akadan so'raymiz. 2011-yil 2 torli motor, mexanika korobka, 6 tali skorost bo'ladi bular. Kraskasi top toza, 169 ming probeg, to'rtta baloni yangi, akkumulyatori yangi, propan gaz, toza chexol, ko'rigi bor. Haydashga tayyor mashinamiz. Bitta zapravka bilan 450-500 km yuraveradi. Propan gazi bor. Propanda. Juda ham yaxshi. Haydashga tayyor, kraskasi toza. Xo'p, narxini qanaqa qildik? Narxi 11 mingdan oz-moz beramiz. 5 ming puli borga nasiya savdoga narxini o'zaro kelishaveramiz. Buni ham muddatini 1 yilga qo'yib Buni beraveramiz. ham 1 yilga o'zaro kelishamiz narxini. Bo'lsa chiroyli qilib munosabat qilsak, buni ham 1 yil muddatga qo'yib berishadi. Hop, telefon raqamini yana bir takrorlaymiz aka. 93lik 188 188 70 00. 70 00 do'stlar. Hop, Captiva. Ha, Captiva shu o'rinda aytaylik, hozir ichki qismiga 7 o'rindiqli, orqasida ham bu semeyniy mashinada, keng mashina do'stlar. Captivani haligi bilganlar biladi, bilmaganlar uchun 7 o'rindiqli oilaviy kichkina bolachalari bilan ham общий ketiladigan zo'r mashinada o'z davrini trassani qira olib bo'lgan mashina do'stlar. Nomerlar hammasi bo'ldi. Xo'p, navbatdagi mexanika oq rangli Malibu mashinamiz yuki bor ekan. Aka, ma'lumot o'zingiz berasiz. Aha. 2015-yil 2-pozitsiya 205 ming yurgan. Kraskasi toza. Hop, kraska toza, probeglarni aytdik, holatini aytdik. Mashina benzin, metan, Metanda. Metanda. Metanda, balonlari yaxshi.
Narxini Narxi 12 ming, barakasiga ozgina o'tib beramiz. 12 mingdan barakasiga o'tib beriladigan joylar bor. Keyin buni barter, nasiya. Bor, barterlar, nasiya xizmati bor. Qanaqa mashinalar bilan chiqishadi? Devo mashinalar bilan. Tushunarli. Cobalt, Nexia 3, Aralash chiqsa Gentra, bo'laveradi. ha, bo'laveradi. Hop, telefon raqami aka endi 90lik, 90lik 555, 555 92 52. 92 52 pulini aytdik. Pulini aytdik. Hop, do'stlar, kontakt qoldirildi. Endi bu ham bozorchilik, charchaymiz. Ayrim bitta ma'lumot qolib ketadiganimizda darrov negativ fikr bildirmaymiz-da. Akani o'zlari bilan oladigan maqsadda bo'lsa telefon qilib bemalol shu so'rashinglar mumkin, ha, savdolashib. O'sha aytilganda faqat O'zbekistonda vaqtida haligi faoliyat olib boradigan vaqtda telefon qilsa yaxshi. Ya'ni Shu. kechasi 11, 12 da bezovta qilsanglar, Keyin telefon qilish. albatta hamma odamga ham malol Shunaqa, keladi-da, ha. aka. 10 gacha telefon. Albatta aka, kechqurun 10 gacha. Kechqurun 10 gacha. do'stlar 22:00 gacha telefon qilib oladigan odam Bomdod bezovta Namazzakin bo'ladi. telefon qilishaveradi. Bo'ldi, yashang aka. Unisi ham bor ekan, sразу qo'yib ketaverasiz. Ha, unisini ham ma'lumotni berib ketaverasiz. Hop. 2012-yil 197 ming yurgan, kraskasi toza. U avtomat bo'lishi kerak. Avtomat 3-pozitsiya. Avtomat 3-pozitsiya. Yurgani qanaqa? 197 ming. 197 ming. Hop, Kraskalari toza. kraskasi toza. 100 talik metan gazi bor. Aha. Kraska toza ekan, значит. Kraska toza, buniki ham toza kraskasi. Do'stlar, kraskasini hozir ma'lumot ham aytildi. Endi men hozir chusut qilyapman deb charchaganda. Xo'p, kraskasi toza ikkalasi ham. Pulini qanaqa qildik uni? Puli 12800, uni ham barakasiga ozgina o'tib beramiz. 12800 dan do'stlar o'tib beradigan joylari bor sizlar uchun. Buni ham o'sha barter bo'ladi, GM mashina bilan chiqishaveradi. Shunaqa. Hop, yaxshi. Metallarni aytib, pulini aytib. Kontakt o'sha nomer do'stlar. Shunaqa. Ikkita mashinaga bitta kontakt qoldiramiz. Shunaqa. Mashinalar holati juda ham yaxshi saqlangan, ideal ko'rinishda do'stlar. Avval ham aytganmiz, hozir ham aytamiz, keyin ham aytamiz do'stlar. Biz sizlarga faqatgina yaxshi mashinalarni ko'rsatamiz, ilinamiz. Bo'ldi. Hop. Kraskasi toza ekan.